sonli bolalar musiqa va san'at maktabi va shu maktabning direktori Quldashov Azamatjon Mansurovich va fortepiano bo'limi o'qituvchisi Gulchehraxon Tojiboyeva va mana shu o'qituvchining o'quvchilari Farhodova Imrona xonim yaqinda bo'lib o'tgan kompozitor Mehroj Muxtorov asarlari ijrochisi 2026-yil deb nomlangan mening tanlovimda o'zlarini ijrolari bilan qatnashgan edi. Ijro juda yaxshi. Mana shu maktab direktori, mana shu o'qituvchi va mana shu o'quvchilarga omad tilab qolaman. Sog'lik, salomatlik va doimiy o'sha ijodiy shijoat va kelajakda o'sha yetuk mutaxassis bo'lib yetishlariga tilakdoshman. Mana hozir ustozimiz Gulchehraxon Tojiboyeva ochiq dars qilayotgan ekanlar. Men mana shu ochiq darsni tashkil qilgan mana shu o'qituvchiga va barcha ishtirok etayotgan o'quvchilarga omad tilab qolaman. Barchangizga omad tilayman. Salomat bo'ling. Shunchalik chiroyli qilib tashkillavsiz. O'zi mana tashkil ishlardan bilinadi-da. Mana kelishimiz bilan dastur nima bo'lishi xuddi konsertga kirganda ma'lum turibdi o'zi. Mana chiroyli qilib. Anchadan buyon mana bunaqangi ochiq dars ko'rmagandik. Ancha tayyorgarlik kuchli, yaxshi. Eng muhimi mana bolajonimizning rezultati sezilyapti. Oldi. O'zi kichkinagina bo'lishiga qaramasdan